Ba'zida insonlar o'z maqsadlariga erishish uchun keskin harakatlarni sodir etadi. Siz albatta garovga olinganlar va boshqa sodir etilgan teraktlar haqida eshitgan bo'lishingiz kerak. Ijtimoiy siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga, konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirish, hokimiyatni zo'rlik ishlatib egallash va uning vakolatlarini o'zlashtirib olish, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atishga qaratilgan harakatlarning ashaddiy shakllari ifodasi bu ekstremizm deb nomlanadi. Ekstremizm o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bu omil radikallashuv va terrorizm terminlari bilan chambarchas bog'liq. Olimlar fikriga ko'ra, ushbu hodisalarning har birining rivojlanishi insonda yot mafkura shakllanishi oqibatida turli huquqbuzarliklar sodir etishiga olib keladi. Agarda bunday omillarning rivojlanishiga nazar tashlasak, jamiyatda aniq sxemani ko'rish mumkin. Bular orasida keng tarqalganlardan radikalizm, kamroq darajasi ekstremizm va kamdan-kam holatda sodir etiladigani terrorizm deyiladi. Biroq ba'zida insonlar radikal fikrlarni qo'llab-quvvatlasa-da, ekstremizm chegarasini bosib o'tmaydi. Radikalizm, ekstremizm va terrorizmning o'zi nima degani va qanday tushuniladi? Radikalizm bu chuqur islohotlarga moyillik, vaziyatni qisman emas, balki ijtimoiy siyosiy sohani tubdan o'zgartirish. Aksariyat mutaxassislar uni daraxt ildiziga o'xshatishadi. Radikalizm mavjud davlatlar tinchligi, davlat sifatidagi maqomi, milliy qadriyati, tili, dini, asriy an'analarning izdan chiqishi, yemirilishi uchun harakat olib boradi. Radikalizm butun bir xalq, millatning milliy ma'naviyati va madaniyatini barbod qilish bilan tavsiflanadi. Radikalizmning eng yuqori cho'qqisi bu terrorizm hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, terroristik faoliyat terroristik harakatni amalga oshirish emas, balki terrorizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunda tavsiflanganidek, terrorchilik harakatini uyushtirish, rejalashtirish, tayyorlash va amalga oshirish, terrorchilik harakatiga undash, terrorchilik tashkilotini tuzish, terrorchilarni yollash, tayyorlash va qurollantirish, ularni moliyalashtirish va moddiy texnika jihatdan ta'minlashdan iborat. Ko'pchilik terroristlarni diniy mutaassib, islom diniga e'tiqod qiluvchi shaxs sifatida baholashadi. Aslida terrorizmning asosiy maqsadi davlat idoralariga ta'sir qilish, aholini qo'rqitish, vahimaga solish va boshqa zo'ravonlik ishlarini amalga oshiradi. Terrorizmni aniqlashda shaxs, millat, din va boshqa xislatlar tanlanmaydi. Batafsilroq aytganda, terroristni aniqlashda maxsus aniqlovchi belgilar mavjud bo'lmaydi. Shaxs terakt sodir etishga tayyorgarlik ko'rishi yoki uni sodir etganligi uchun aybdor deb topiladi. Bundan ham murakkab termin sifatida ekstremizm terminini ko'rish mumkin. Kimni ekstremist yoki nimani ekstremizm deyish uchun quyidagi tushunchani bilishimiz lozim. Ekstremizm ijtimoiy siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga, hokimiyatni zo'rlik ishlatib egallash va uning vakolatlarini o'zlashtirib olishga, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atishga qaratilgan harakatlarning ashaddiy shakllari ifodasidir. Ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunda ekstremistik faoliyat bu konstitutsiyaviy tuzum asoslarini zo'rlik bilan hududiy yaxlitlik va suverenitetni buzishga, hokimiyat vakolatlarini egallash yoki o'zlashtirishga, qonunga xilof qurolli tuzilmalar tuzishga yoki ularda ishtirok etishga, terrorchilik faoliyatini amalga oshirishga, zo'rlik yoki zo'rlik ishlatishga oshkora da'vat qilish bilan bog'liq holda milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atishga, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etishga, shuningdek ekstremistik tashkilotlarning atributlarini yoki ramziy belgilarini tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etishga, biror bir ijtimoiy guruhga nisbatan siyosiy, mafkuraviy, irqiy, milliy, etnik yoki diniy adovat yoxud dushmanlik sababli ommaviy tartibsizliklarni amalga oshirishga, terroristik harakatlarni amalga oshirish uchun oshkora da'vat qilishga qaratilgan harakatlarni rejalashtirishga, tashkil etishga, tayyorlashga yoki sodir etishga doir faoliyat tushuniladi. Mazkur harakatlar uchun ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ekstremizm va terrorizm radikallashuvga asoslanadi. Odatda yot g'oyalarni qo'llab-quvvatlovchi shaxslar axborot texnologiyalaridan keng foydalanishadi. Mazkur jarayonda taqiqlangan ekstremistik saytlardan foydalaniladi. Ushbu materiallar shubha ostiga olinib, ekspertizaga yuboriladi. To'liq tahlildan so'ng, agarda ekstremistik g'oyalar bilan yo'g'rilgan bo'lsa, sud qaroriga asosan ekstremistik material deb topiladi. Taqiqlangan materiallar ro'yxatiga qo'shiladi hamda ularning batafsil ro'yxati Adliya vazirligining adliya.uz nomli veb-saytida ochiq ma'lumotlar sahifasida joylashtirilib, doimiy ravishda yangilab boriladi. Ro'yxatdagi materiallarni yuklab olish, saqlash va tarqatish uchun qonunda belgilangan tartibda javobgarlik mavjud.
Ko'rinib turibdiki, radikal oqim vakillari faol targ'ibot ishlarini amalga oshirmoqda. Hozirda axborot kommunikatsion texnologiyalar, shu jumladan internet rivojlanishi davrida axborot maydoni juda katta bo'lib, zamonaviy shaxs real hayotdan to'g'ri baho berib asoslangan ma'lumotlarga tayanib qaror qabul qilishi hamda mafkuraviy agressiyaga qarshi tura olishi, ilm va to'g'ri tushunchalarni shakllantirishi lozim. Shu sababli doimo yangi narsalarni o'zlashtirish, o'rganish va zamon bilan hamnafas bo'lish har bir insonning, xususan mamlakatimiz fuqarolarining ham burchidir.